Tarvuz tanlashda nimalarga e'tibor berish lozim? O'lkamizga yoz kirib kelishi bilan mavsumning eng sevimli mahsuloti tarvuz savdosi qizigandan qiziydi. Sababi jazirama kunlarda tamaddi uchun ushbu rezavordan foydaliroq va yengil hazm bo'luvchi mahsulotni tanlov qilish mushkul. Ammo kimyoviy o'g'itlar bilan haddan ortiq ishlov berilgan tarvuzlar inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Tarvuz tanlashda nimalarga e'tibor berish lozim? Tashqi ko'rinishi toza, yorilmagan va dog'larsiz bo'lsin. Ichki qismi qizil, tomirlari oq yoki sarg'ish bo'lishi kerak. Binafsha yoki sarg'imtir tomirlar xavf belgisi. Hidi tabiiy, chiziqlari aniq va bir-biriga aralashmagan bo'lishi lozim. Bozor yoki do'konda mahsulot sifati bo'yicha hujjat borligiga ishonch hosil qiling. Zaharlanish belgilari: ko'ngil aynishi, ich ketishi, bosh og'rishi, harorat ko'tarilishi. Bu alomatlar erta tarvuzdan bo'lishi mumkin. Shunday holatda darhol shifokorga murojaat qiling. Eslatma: tarvuzni yuvmasdan iste'mol qilmang va har doim ishonchli sotuvchilardan oling. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.